Bu boshqa nima yo'q. Qo'lingiz bilan oching. Yirtib oching. Yangi narsatga oching, o'zingiz ochib apparatga soling. Men qarang aka, bunday qilib yetdi mana. Ha, bu tomonini bu yerga tiqasiz. Keng tomonini. Keng tomonini bu yerga. Hop, buyuradi. Ekranga ko'rsatamiz. Nima iste'mol qilgansiz aka? Biret mobaynida damas avtomashinasini to'xtash chorasini to'xtatgan vaqtimda haydovchimiz ishoraga amal qilmasa to'xtamay ketdi. Orqasidan kuzatib borgan vaqtimda to'xtatib qo'ydi. Haydovchi fuqarolik pasportiga ega bo'lmagan holatda transport vositasini boshqargani aniqlandi. Andijon shahar hududida nazorat profilaktik tadbir o'tkazilayotgan vaqtda shu Nexia transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda haydovchi tegishli hujjatlarsiz, ya'ni haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib transport vositasini boshqarganligi aniqlandi. Bu transport vositasini tekshirish maqsadida to'xtatganida haydovchi hali haydovchilik guvohnomasiga ega emasligi aniqlandi va haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib avtomashina vaqtinchalik jarimadan ta'minlandi.